Xolasa bugun 6 teshigimizni sexda qo'yib olganmiz. Zamok ochishga. Mana hali kraska bo'lmagan, gruntovkada turibdi. Shablonlarni qo'ydik, stavkalarni qo'ydik. Xudo xolasa ochib jarayonni ko'rsatib boramiz. Xo'p, mana bu Stimul 22175 litsosin stavkasi. Bu zamokning ichida deb yozib qo'yilgan, mana o'zbek tilida o'zimizni o'zbekona. Zamok oddiy standart zamok. Bu sexda turadigan zamok, shu shablonni ishlatamiz. Mana. Chotki keladi joyiga, konkretniy bo'lib. Shunaqa zamok mana pichog'i. Mana. Bu Crown 11002. Yaxshi model ekan. Otabekga tavsiya qilgan. Mana shunaqa joyi tushadi mana. Chotki bo'lib tushadi. Resource joylari ham bor, konkretniy. Changdan tortib chiroyli qilib yog'iga dachi tashlaganmiz, xudo xolasa. Xo'p, keyingi etap xudo xolasa. Mana hammasi teshilib bo'lgan. Xo'p, keyingi etap ruchkani joyi bilan lichinkani joyini teshamiz. Shunaqa narsa bor. Men metani sindirib qo'ydim, kilaylab qo'ydim. Stimulni ruchka joyi va stimulni lichinka joyi. Bu 196 ga 18 ga. Ana Torex bor, Tudor, keyin Fride o'shalarga tushadigan bu 196 lik. Bu stimulda teshib chiqamiz mana. Manbat metga joyini tepasiga, yon pastiga to'g'rilab turib, eshigidan drill bilan teshib olsak, joy-joyiga to'shib chiqadi. Mana zamok joylari ochildi, lichinka joylari ham yo'q, tayyor. Qaytib olgan chotki.